Shuning uchun odamlarga shunga sadaqa to'plab beringlar, baraka topinglar. Kim shunga bir dirham berib yuborsa, ajri ulug' bo'ladi deb turib hammadan bir dirhamdan to'plab berib qo'yib, bor uyingga ishla degani yo'q. O'zini uyidagi narsani olib kelib, sotib, puliga mehnat qurolini olib berib turib, ishlagin, oilangni boqqan, qaytib tilanganingni ko'rmaydi dedi. Demak, islomda davlat odamlarga ish o'rinlari yaratib berishi bo'yinlaridagi vojibi bo'ladi. Davlat undan javobgar. Chunki hadisda kelgan kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har biringlar xuddi bir cho'ponga o'xshagan boshliqsizlar. Har bittanglar qo'l ostidagilardan javobgarsizlar. Shuning uchun davlat rahbari qo'l ostidagilardan javobgar bo'ladi va davlatda qo'l ostidagi xalqqa ish o'rinlari yaratib berish uni bo'ynida farz bo'ladi. Shu sababli ish o'rinlari yaratib bergandan keyin ulardan boshqa narsalar talab qiladi. Hatto och qolib birov bir narsani olib yeb qo'ysa, buni qo'li kesilmaydi. Jazo ham berilmaydi. Davlat avvalo unga ish topib ta'minlab berish kerak bo'ladi. Agar ta'minlab bermasa, uni javobgari davlat bo'ladi. Shuning uchun Umar roziyallohu anhu yoniga olib kelgan ikkita o'g'ri quldi. Birovni tuyasini o'g'irlab, so'yib, oilasidan shuni yeb qo'ygan bo'ladi. Nima qiladi ularni? Jazolaydimi? Qo'lini kesib yuboradimi desa yo'q. Qo'lini kesmaydi. Qaytanga o'shini egasini chaqirib, hali qullarni. Nimaga ularni och qoldirding deydi. Beparvo bo'lgan desa, unda mana shu tuyani, ya'ni o'g'irlab yeb qo'ygan tuyasini xo'jayiniga to'laysan sen deb turib, haligi javobgar odamga to'lattiradi. Yana bitta tuya to'lattiradi. Bunisi nimaga desa, haligi o'g'ri qullarga endi mana uni olib borib tirikchiliginglarga foydalaninglar deb turib, o'zi o'g'irlik qilib keldi, buni jazolash kerak, qo'lni kesish kerak. Lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek ocharchilik paytida qo'llarni kesmanglar degan hadisga muvofiq bularni qo'lini kesgani yo'q Umar roziyallohu anhu. Qaytanga muammoni o'rgandi, och qolib, xo'jayini bularga pul bermagani uchun majburlikdan borib birovni tuyasini yeb qo'ygan. Shu sababli uni xo'jayiniga to'latdi va yana bitta tuyani to'latib haligi qullarga berdi.